Mana devorimizni ham rangga taxlab oldik. Atqoslarini chiqarib, burchaklarini chakka qilib ideal darajada chiqarilmasak ham endi bo'ldi. Endi xudo xolasa nasib qilsa rangni ursak, emulsiyani endi bu qurish kerak. Mana nam joylari bor hali. Bu xonalardagi mana bugun shpaklevkasini tortib taylaymiz. Bu xonasi ham tayyor. Faqat qurish kerak endi. Eshik derazalarni ochib qo'ydik. Mana eshikni nalishkalari shular joyiga qo'yish kerak. Xudo xolasa yana 2 kundan keyin eshitib o'tamiz, nasib taqdir qilgan bo'lsa.